mashinamni benzini tugab qolibdi-yu. Men uni ertalab benzin quyish chesidan chiqaribman, mayli. Endi shu yerda qoldirib yuboraman, haliroq kelib olib ketaman. Va shu yerda ham bo'larmi shu narsa? Endi pishkom ketish kerak. Yaxshi shu tomonda ekan o'zi. To'xtang, o'zi sizlar bilan so'rashdimmi? Menimcha yo'q. Yo'q, hammaga salom do'stlar, sizlar bilanman, yangi YouTuber master. Iltimos kanalimiz rivoji uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bu biz uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Xo'p, hozir biz Redetni shahriga yetib keldik va shu yerda biz ham YouTube'ga video olishni o'rganmoqchimiz, ya'ni Redetni o'zidan. Hozir biz o'zimiz ijaraga uy olganmiz. O'sha uyda olgani ketyapmiz. Narx $150 ekan. Hozir o'sha uyda olgani kelyapmiz. Menimcha o'sha jitil brat ham shu yerda bo'lish kerak. O, mana jitil brat. Assalomu alaykum brat, to'xtang. Assalomu alaykum brat, yaxshimisiz? O'sha men bo'laman, qarchi mana o'sha pullar, siz so'ragan pullar hozir beraman. Mana. Brat ketdik bo'lmasa, pulingiz tushib qoldi, keyinroq beraman. Yuring brat, ko'rsatingchi uyni. Shu uymi brat? Ha, shu uy, xohlasa kirib ko'r. Brat, keyinroq kirib qo'yaman, bo'pti, bo'lmasa sog' bo'ling, rahmat. Uyingizga baraka bersin, qarchi. Rahmat brat. Ha, sog' bo'l. Bo'pti brat, sog' bo'ling. O, mana biz ham Redetning shahridan uy oldik. Mana nihoyat. Lekin bu uyda hech narsasi yo'q. Hozir biz bu uyda yasatamiz. Juda ham zo'r qilib yasatib boramiz. Hozir bizning narsalarimiz 13-qishlog'imizdan kelyapti. Xo'p, tualet ham bo'lib ketgan. Mayli, hozir uyimizdagi narsalarimiz kelsa, shinamgina qilib, bo'tda chiroyli qilib yasatib olamiz. Xo'p, kelgunicha menjicha mana o'tirib turaman, hamma narsalarni ko'rib, qayerda nimasi bor, shu narsalarni ko'rib o'tirib tualet. Bu yaxshi. Hammasi joyida, chiroyli uy, shinam, xo'p, yaxshi. Xo'p, uyim menga juda ham yoqdi. Mana ta'yinlar ko'rinib turar ekan, juda ham zo'r, anaqa action darajada chiroyli turibdi. Hamma o'nta mototsikl bilan turibdi, ya'ni Motorola. Mana eshik ochilishi kerak. Eshik qayerda? Hozir brat, men keldim. Ha, sizni pulingizmi? Sizni pulingizni berib yubordim, sizdan chiqib qoldi shekilli. Ha, sizdan chiqibdi, bo'pti, mana berdim, bo'pti, brat, hisobini. Assalomu alaykum qo'shni. Va alaykum. Ana bratam ketdi, mana tishi kerak. Narsalarim kelganini aytdi, o'shaning uchun men o'z joyini zapis qila olmadim. Xo'p, o, mana ketdi. Mana $50 ham tashlab ketibdi. Uyimda qolib ketgandi. Juda ham kerak bo'ldi. Bular hamma narsasini olishim kerak. Jicha joylarni to'g'rilab chiqmasam bo'lmaydi. Qolganini zakaz qilaman, chunki juda ham katta ekan bu joy. Ya'ni uyim. Qo'shni oldimda o'tiribdi. Meni uyga kirib ketdimi qo'shni? Tushunmadi. Ha, anu arendator-ku narsalarni to'g'rilagani kelish kerak edi. Mayli, kirib ketaversam. O'tib ketadi. Xo'p, mana narsalarni to'g'riladim. O'zim narsalarni olib ketganim ketdi. O'zi hech narsa ham yo'q edi. Xo'p, bo'lmasa mana bu joyga o'zim chiroyli qilib yotoqxonamni yasayman. Bu yerga buni qo'yaman va stol. Bu yerga buni qo'yaman, buni bu yerga qo'yaman. Xo'p, chirog' ham qo'yishim kerak. Chiroqni bu yerga qo'yamiz ekan. Xo'p, chiroqni bu yerga qo'ysak, printerni qo'yamiz. Buni ustiga qo'yib qo'yamiz. Xo'p, bu yerga yana bitta narsa qo'yib turib. Xo'p, va bu yerdan bu yerimizga kirib olib, bu yerdan tanlab olamiz. Ya'ni o'zi narsa bergan tanlab olyapmiz mana. O 9:00 ron abitam qilishim kerak edi. Xo'p, abit qilishim kerak. Uni ham dastavkaga chaqirishim kerak bo'ladi. Mana dahshat joy bo'ldi, mana ko'rishlaring mumkin. Bularni qo'yib qo'yamiz, kerak emas. Xo'p. Ham kerak emas. Xo'p. Mana o'zimni joyimdan mazza chiroyli turadi mana. Yoqib o'chirib mana bunday o'tirib, prosta mazza, prosta. Buni noto'g'ri qo'ysak keyinroq to'g'rilaymiz. Xo'p, mana bu joy umuman kerak emas, taraveramiz.
Mana ham blok qo'ydirib yuboramiz, yoqmayapti. Bati zo'r turibdi. O, brat, nima kerak edi? Men oyda turma hamma joyini ko'rib olishim kerak. Keyin menga narsa tushmasligi uchun ko'ruvchi, sen ishingni qilur. Xo'p, brat, mana ham narsamizni qo'yib qo'yishimiz kerak. Va bu yerga millik qo'yamiz. Bo'lasiga. Mana bunday qilib qo'yamiz. Xo'p. Menimcha shu narsalar yetsa kerak. Xo'p, ana birinchiga tushishi kerak. Xo'p. Bu joyga chiroyli bir narsa qo'yib qo'yamiz. Detskiy xoda qo'ysak ham bo'ladi. O, tualet xonalari juda ham ko'p ekan bu uyda bor. Menimcha shunga puli ham kamroq bo'lsa kerak. Juda ham zo'r joylarda bu Redern shahri, eng zo'r youtuberni shahri ham o'ziga yarasha mana detskiy joylar. Xo'p, mana bu joylarni ham to'g'rilab olaman. Qaranglar, xunuk turibdi. Xo'p, chiroyli qilib narigi ikkinchi qismda dahshat qilaman. Xo'p, yaxshimisiz qo'shni? Ha, yaxshiman. Xo'p, o'ylab ko'ringchi, shu videoga nechta like qo'yiladi? Shu videoga kamida 10 ta like qo'yilsa kerak qo'yilsin. Birovlar nima deyapti? Bu 10 ta like bitta qo'yamiz. Davay bolalar, obunalar bosib qo'yinglar. 10 ta like bo'lganda ikkinchi qism albatta chiqadi. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men Master Gamer bo'ldi. Iltimos kanalga obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Yangi youtuberman, iltimos hammaga xayr. Sizlar bilan Master Boy bo'ldi. Boy. Sigma.